1929-yil. Hozirda dunyoning eng omadli va shu bilan birga eng omadsiz odami bo'lib hisoblangan Fren Selak dunyoga keladi. U hayoti davomida 7 marta o'lim bilan yuzma-yuz kelish haqida xayoliga ham keltirmagan edi. Bugun Faktobiyada shu mavzu haqida gaplashamiz. Fren oddiy musiqachi bo'lib ulg'aydi va Xorvatiya maktablarida musiqa darsidan saboq bera boshladi. 33 yoshgacha uning hayoti tinch va osuda kechgan edi. Ammo 1962-yil hayoti tubdan o'zgardi. Hammasi shu yildan boshlandi. U o'zining shahridan boshqa bir shaharga ketayotgan yo'lovchi poyezdida o'tirdi. Tinchgina ketayotgan poyezd kutilmaganda relsdan chiqib ketdi va dahshatli tezlikda muzlab yotgan Noritva daryosiga ag'darildi. Vagonda muzday suv yopirilib kirdi. Atrofda sarosima, qichqiriq va zulmat bor edi. Shu tariqa 17 nafar yo'lovchi o'sha joyning o'zida muzli suvda cho'kib halok bo'ldi. Lekin Fren vakuumli bosimga qaramay singan oyna tirqishdan suzib chiqishga erishdi. U gipotermiya va qo'li shishgan holatda sohilga yetib oldi. U qutulgan edi, lekin bu shunchaki dahshatli tushning boshlanishi edi. Poyezd halokatidan so'ng Fren o'ziga kelishi uchun biroz vaqt talab qildi. 1 yil o'tib 1963-yil u og'ir betob bo'lib qolgan onasini ko'rish uchun Zagrebga shoshilayotgan edi. Yo'lda vaqtni yo'qotmaslik uchun u hayotida birinchi marta samolyotga chiqib oldi. U hayotidagi birinchi va oxirgi parvozi bo'lishi uning xayoliga ham kelmagan edi. Samolyot havoga ko'tarilgandan biroz vaqt o'tib, dvigatellardan biri nosozlikka yuzaga keldi. Havodagi bosim sababli samolyotning orqa chiqish eshigi uzilib ketdi. Idishdagi havo bosimi o'zgarib, atrofdagilarni tashqariga so'rib ola boshladi. 19 kishi o'sha joyning o'zida halok bo'ldi. Fren ham samolyotdan minglab metr balandlikdan pastga bulutlar orasidan otilib ketdi. Mantiqan olganda bu masofadan tushgan insonning omon qolish ehtimoli 0 ga teng edi, lekin koinotning rejalari boshqacha edi. Fren qishloqlarning biriga to'plangan ulkan somon uyumi ustiga tushdi va mo'jiza sababli atiga bir necha shishish bilan omon qoldi. U shifoxonada ko'zini ochganida u bilan nima sodir bo'lganini o'zi ham ishona olmasdi. Samolyot voqeasidan keyin Fren uzoq vaqt davomida transportlardan qo'rqib yashadi, lekin 1966-yil u baribir avtobusga o'tirishga majbur bo'ldi. Taqdir yana o'z o'yinini boshladi. Avtobus g'ildiragi sirpanib, yo'ldan chiqib ketdi va yana daryoga quladi. 4 kishi cho'kib o'ldi, lekin Fren esa yana suzib chiqishga erishdi. Endi u jamoat transportidan umuman o'tirmaslikka qasam ichdi va o'ziga shaxsiy avtomobil sotib oldi. Endi men xavfsizlikdaman deb o'yladi, lekin u 1970-yilda magistral yo'lda ketayotganda uning mashinasi dvigateli to'satdan alanga oldi. Fren mashina portlashdan atiga 2 soniya oldin o'zini mashina tashqarisiga otdi. U 3 yil o'tib 1973-yilda uning yangi mashinasining benzin nasosi portlab, havo aylantirish tizimidan to'g'ridan-to'g'ri uning yuziga alanga otdi. Bu safar u faqat sochlarini ayrildi xolos. Odamlar endi undan qo'rqishni va qochishni boshlashgan edi. Do'stlari u bilan bir xonada o'tirishdan ham hayiqishardi. Chunki uning atrofi o'lim energiyasi bilan qoplangan edi. Deyarli 20 yil davomida tanaffus bo'ldi. Fren o'yladiki, barcha dahshatlar ortda qoldi. Lekin 1995-yilda u Zagreb ko'chalarida piyoda ketayotganda, kutilmaganda uni shaharning ulkan avtobusi urib yubordi. U yana yengil tan jarohati bilan tirik qoldi. Lekin eng dramatik voqea 1996-yilda Xorvatiya tog'larida sodir bo'ldi. Fren o'z avtomobilida ketayotganda, qarama-qarshi yo'nalishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ulkan yuk mashinasi tezlik bilan uni qisib qo'ydi. Qochishga joy yo'q edi. Uning mashinasi yo'l to'sig'ini urib yuborib, 90 metrlik jarlikka quladi. Yo'lovchilar u o'ldi deb o'ylashdi, lekin mashina pastga tushib ketayotgan soniyalarda Fren xavfsizlik kamarini yechib, mashina eshigidan sakrashga erishdi va jarlik shetidagi daraxt shoxiga osilib qoldi. U o'zini osilib turgan joydan pastdagi o'z mashinasining ulkan alanga bo'lib yonayotganini ko'rdi. Ushbu 7 ta o'lim zanjiridan so'ng butun dunyo matbuoti u haqda yoza boshladi. Uni dunyodagi eng omadsiz odam deb atashdi, lekin 2003-yilda 73 yoshli Fren hayotida birinchi marta lotereya chiptasini sotib oldi. Buni qarangki, lotereya chiptasidan 1,1 million dollar miqdoridagi bosh sovrin chiqdi. U bu pulga shohona uy sotib olishi mumkin edi, lekin u pulning deyarli barchasini qarindoshlariga, do'stlariga va muhtojlarga bo'lib berdi. O'ziga esa faqat kichik bir uy qoldirdi va jurnalistlarga shunday dedi: "Menga omad bo'lishi uchun pul kerak emas. Mening har kuni ertalab ko'zimni ochib, tirikligimni his qilishimning o'zi dunyodagi eng katta omad" deb atadi. Fren Selak 2016-yil 87 yoshida hech qanday halokatsiz, tinchgina o'z uyida vafot etdi. Video sizga agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha